Mnemonikadagi barcha usullar katta tizimning kichik qismlari. Ularni Lego kabi birlashtirsangiz, istalgan ma'lumot uchun texnika yasay olasiz. Bugun shu haqida. Oldingi videolarda siz alohida usullarni o'rgandingiz. Kodlash, zanjir, assotsiatsiya, matryoshka, PRK, takrorlash. Bu usullarning har biri bitta kubik. Mnemonikada tayyor texnika yo'q. Texnika bu kubiklardan yig'ilgan konstruksiya. Bir xil kubiklardan turli xil texnikalar yasash mumkin. Qaysi ma'lumotni yodlamoqchi bo'lishingizga qarab. Masalan, tarixiy sanalarni yodlash texnikasi. Bu qanday kubiklardan yig'ilgan? Birinchi kubik kodlash, voqea nomini obrazga aylantirasiz. Ikkinchi kubik PRK, yil raqamlarini obrazga aylantirasiz. Uchinchi kubik assotsiatsiya, voqea obrazi, asos, yil obrazlari, elementlar. To'rtinchi kubik matryoshka. Bir necha sana bo'lsa, ularning tartibini saqlaysiz. Ko'rdingizmi? 4 ta oddiy usul birlashib butun bir texnikaga aylandi. Endi boshqa misol. Chet tili so'zlarini yodlash texnikasi. Bu yerda kubiklar boshqacha tartibda yig'iladi. Asos so'zning tarjimasi. Masalan, subsequent so'zi, keyingi element chet tilidagi so'zdan o'xshash tovush usuli bilan olingan obraz. Inglizcha subsequent, sabzi va ventilyator. Sabzi, vent, ventilyator. So'zlarga o'xshaydi. Assotsiatsiya asos va element bog'lanadi. Keyingi tushunchasi obrazda sabzi, undan keyin esa ventilyator aylanmoqda. Agar bir nechta so'z bo'lsa, ularning ketma-ketligi matryoshka usuli bilan saqlanadi. Va oxirida takrorlash. So'z avtomatlashtirguncha bir necha kun davomida esga olinadi. Xuddi shu tamoyil bilan formulalar yodlash texnikasi, termin va atamalar texnikasi, geografik nomlar texnikasi, manzillar texnikasi barchasi shu kubiklardan yig'iladi. Faqat tartib va kombinatsiya o'zgaradi. Mnemonika bu tayyor retseptlar to'plami emas. Bu konstruktor. Usullarni bilsangiz, istalgan ma'lumot uchun o'zingiz texnika yasay olasiz. Siz hozir qanday ma'lumotni yodlamoqchisiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Ko'rib chiqib birga yodlashga harakat qilamiz. Sifatli yod olish bu mnemonikaning asosi. Obuna bo'ling. Mnemometik xotira tizimi.